Bugun sizlar bilan miyopiya kasalligi haqida gaplashamiz. Miyopiya kasalligi bu qanchalik muhim va qanchalik dolzarb. 2050-yilga borib har 3 ta odamdan bittasida miyopiya kasalligi uchrashi ehtimoli kuzatilmoqda. Hozirgi olimlarning fikriga qaraganda. Sababi hozirgi kunda virtual hayot rivojlanib ketyapti. Telefon, kompyuter, gadjet shu narsalar kuchayib ketganligi uchun hamma yaqin bilan ishlayapti-da, uzoqqa qarash odati, refleksi yo'q bo'lib ketyapti odamlarda. Faqat yaqin sinf xonasida kitob o'qib o'tirasizlar, mana sizlar ham borgan sari shu yaqinga qaraverishlik oqibatida uzoqqa qarashlik refleksi susayib borgan sari kamayib boradi-da, natijada miyopiya kasalligi kelib chiqadi. Miyopiya kasalligi o'zbekchasiga uzoqdan xira ko'rishlik, yaqindan yaxshi ko'rishlik degan ma'noni bildiradi. O'shaning uchun ham albatta tanaffus paytida sinf xonasidan chiqib, tashqariga chiqib, toza havoda aylanib, bu ham jismoniy qon aylanishlaringga, sog'lig'ingizga yordam bersa, ham ko'zni atrofga, uzoqqa qarashlikka sabab bo'ladi. Ko'zni ichidagi qisqarib qolgan mushaklar bo'shashadi. Agar soatlab qarab o'tiraversangiz, termilib, o'sha 5 minut, 10 minutlik tanaffusda ham unda yana jarayon o'sha davom etaveradi. Spazm, yaqinga moslashish. Miyopiya kasalligi kuchayib ketadi. Mana hozir ekranimizda mana 2 xil rangli yozuv turibdi. E'tibor bersalaring. Qizil va ko'k. Qo'llaringni ko'taringlar. Kimlaring miyopiyani qizil yozuv bilan yozuvni bunga nisbatan xiraroq ko'ryapti? Mana ko'k yozuvdiga nisbatan qizil yozuvni xiraroq ko'rib turganlar qo'lini ko'tarsin. Shunaqa odamlar bormi ichimizda? Endi aksinchasi bo'lmasa, mana ko'k yozuvni buni qizilga nisbatan xiraroq ko'rib turganlar bormi? Ko'k o'zi sal Yo'q, ikkovi tiniqligi bir xil, lekin bunda ikkilanib xira ko'rish mumkin. Mana unga nisbatan bu mana granitsalar cho'tki ko'rinib turgan bo'lishi mumkin, ammo uning granitsalari, chekkalari xiraroq ko'rinib turgan bo'lishi mumkin. Ha. Ko'kka nisbatan mana qizilni yorqin ko'ryapsiz. Ha. Ha. qizil tinora, ko'kka sal xiraroq o'xshab turibdi. Aha. Buni so'raganim sababi shuki, mana shu ko'k rangni uzoq masofadan xira ko'rib turgan odamlarning ko'zida miyopiya kasalligiga moyillik yuqori bo'ladi. Sababi ko'k rang biz bilamiz fizikadan, kim aytadi mana ko'k rangni yorug'lik nurida qizil ranglar va ko'k ranglar bo'ladi. O'sha to'lqin uzunligi qaysi biriniki farq qiladi? Qaysi biriniki nechi? Fizikani yaxshi biladiganlar bormi? Ko'k ranglarda to'lqin uzunligi qisqa bo'ladi. Qizil rangdagi uzunroq bo'ladi. To'lqin uzunligi o'sha qisqa bo'lganligi uchun buni sinishi yuqoriroq. Ko'z ichida. Ko'zda optik qismlarni o'tib turganda sinishi yuqoriroq, shu sababdan bu to'r pardani oldingi qismiga tushadi-da, miyopiya kasalligining rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Xo'p. Miyopiya o'zi nima degani? Miyopiya miyo degani qisish degani, opiya degani ko'rish degani. Ya'ni qisib ko'rish degan ma'noni bildiradi. Tarjimasi o'zbekchasiga. Mana bu yerda 2 xil rasm turibdi. Mana bu normal, sog'lom ko'z. E'tibor beringlar. Mana bunisi bo'lsa miyopiya kasalligiga uchragan ko'z. Bunga nisbatan buni diametri kattaroq, uzunroq. O'shaning uchun mana yorug'lik nuri mana oldiroqqa tushyapti. Bunda mana nervga to'g'ri tushyapti. Bunga oldiroqqa tushyapti. Ya'ni miyopiyaga uchragan ko'z olmasi kattaroq bo'ladi, diametri. Mana bu yerda mengacha o'lchanganda 24 mm, 25 mm chiqadi. Sog'lom ko'z 23 mm bo'ladi, misol uchun. O'rtacha yoshdagi insonda. Qisqacha to'xtalib o'taman. Ko'p vaqtlarini olmayman. Miyopiya kasalligining asosiy sabablari
Demak, birinchi o'rinda o'sha virtual dunyodan hozir kuchayib rivojlanib ketib turganligi telefonlar, kompyuterlar, shular bilan noto'g'ri foydalanish hisobiga albatta rivojlanib ketyapti. Telefondan foydalanganda ham albatta dam olib foydalanish kerak. Soatlab o'yin o'ynab o'tirish, soatlab unga qarab o'tirishlik ko'zimizni miyopiya kasalligiga keltirib chiqaradi. Eshitinglar shu jumlani. Ko'p soatlar o'tirish mumkin emas ekan, ha? Ko'ryapsizlar. Xo'p, buni siliar mushaklarning spazmi haqida gaplashdik yuqorida. Aqliy mehnat bilinglarki, ko'zni quvvatni kamaytiradi. Chunki ko'zimiz ham miyani bir qismida aqliy mehnat qilganimizda miyamiz charchaydi, xuddi shu kabi ko'zimizdagi hujayralar ham charchaydi. Jismoniy mehnat aksincha ko'zni quvvatni oshiradi. Jismoniy mehnat ko'zni quvvatni oshiradi, aqliy mehnat ko'zni quvvatni kamaytiradi. Shuning uchun albatta aqliy mehnat bilan shug'ullanib turgan siz kabi o'quvchilar jismoniy mehnatni qo'shish kerak. Kunlik hayotida albatta yarim soat, 1 soat u ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, qilish kerak jismoniy zaryadkani. Bu ko'zimizni sog'lom bo'lishligi uchun muhim hisoblanadi. Xo'p. Bu yerda endi zamonaviy tekshiruvchi apparatlar keltirilgan. Bu yerda o'sha mana biometriya alladin ko'zni diametrini aniqlash uchun eng to'g'ri aniqlaydigan vosita hisoblanadi. Ya'ni miyopiya kasalligini kelajakdagi oqibatlari, darajalarini aniqlab beradi bizga. Mana bu jadvalda ko'z olmasini yoshga oid o'sishligi ko'rsatilgan. Mana 5 yoshda 22 mm, 8 yoshda 22,5 mm, 10 yoshda 23 mm, 14 yoshda 23,5, 18 yoshda 24 mm gacha boradi. O'sib boradi ko'z olmasi. Haligi biz yoshligimizda gap bo'lardi, hammani ko'z olmasi teng, bir xil. Unaqa emas. Farq qiladi. Yoshga qarab farq qiladi, gavdan tuzilishiga qarab farq qiladi. Misol uchun mana novcha yigitlarda ko'zni olmasi ham kattaroq bo'ladi. Jussasi kichikroq bo'lgan bolalarda unda ko'zni olmasi kichikroq bo'ladi. Demak, bundan xulosa kelib chiqadi, novcha odamlar miyopiyaga moyil bo'ladi ko'proq. Chunki ko'zi kattaroq bo'ladi. Kichkina, bo'yi pakanaroq, jussasi kichkinaroq odamlarda ko'z olmasi kichikroq bo'lganligi uchun ular plus nomga, ya'ni gipermetropiyaga moyil bo'ladi. Endi miyopiya kasalligini zamonaviy davolash usullari. Endi ko'zda operatsiya qildirib miyopiya kasalligidan butunlay qutulish ham mumkin, lekin uni 20 yoshdan keyin qilinadi. 20 yoshgacha qilib bo'lmaydi. Sababi 20 yoshgacha ko'zlarimiz o'sib boradi. Ya'ni hali aytganimdek, diametri o'sib boradi. Uni o'sish to'xtagandan keyin operatsiya qilish kerak edi. Bo'lmasa oldin qilib qo'ysa, ki yana o'satda yana minus nomer paydo bo'lib qolaveradi. Lazer korreksiya usulini albatta 20 yoshdan keyin qilinadi. Ayollar bitta homilador bo'lib tuqqandan keyin qilsa yaxshi. Chunki tuqqanda bir qator baribir organizmda gormonal o'zgarishlar bo'lib, ko'zlar nima bo'ladi? Bir qolipga tushib oladi, o'zgarib, kengayib. Demak, bu usul hozir bizga yaramaydi. Qolgan usullarga qarashimiz kerak bo'ladi. Medikamentsiz davolashda atropin muhim hisoblanadi. Atropin bu ko'zda o'sha spazm bo'lib qolgan mushaklarni bo'shashtiradigan dori. Buni har kuni kechqurun quyish kerak bo'ladi va 6 oy davomida quyiladi. 1 yil 6 oy davomida uzluksiz quyish kerak bo'ladi har kuni. Bu o'sha ko'zda miyopiya kasalligining o'sib ketishini oldini oladi. Xo'p, aqliy mehnat, jismoniy mehnat aytdik. Endi xuddi mana tishlarimizni to'g'rilash uchun korset taqamiz-ku. Ko'zda ham shunaqa korseti bor. Hozir olimlar ishlab chiqdi. Tungi linza. O'sha uxlaganda, uxlashdan oldin taqib oladi. Ko'zi o'sha noto'g'ri o'sib turgan ko'zlar bo'ladi-yu, uzunchoq bo'lib. O'sha noto'g'ri o'sib turgan ko'zlarni to'g'rilaydi u. Kechqurun uxlashdan oldin taqadi, ertalab yechib qo'yadi. O'sha uxlaganda u ko'zni shaklini to'g'rilaydi. O'sha hisobga keyin kunduzi tiniq ko'rib yuraveradi. Ortokeratologik linzalar deyiladi buni. Lekin bitta linza narxi bir 4 million atrofida. Qimmatroq. O'shaning uchun hozir biz Toshkentda bor, Qo'qonda yo'q. Keyingi usulimiz demak. Xo'p, endi Miasmart ochkilari haqida gaplashamiz mana.
Xo'p. Mia Smart ochkilari bular oddiy ko'zoynak emas. Bular mana shu miyopiya kasalligini davolaydigan ko'zoynak. Mana oddiy ko'zoynak miyopiya kasalligini faqat tiniq ko'rsatishga yordam bersa, bu Mia Smart ochkilari bu o'sib ketishini ham oldini oladi. O'zidagi maxsus o'sha optik sindirishlari hisobiga mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana o'rta qismi tiniq ko'rishga yordam beradi. Mana o chekkadagi mana nuqta ko'rib turgan joylari mana shu miopiyani o'sib ketishini oldini oladi. Bu ochkilar hozir Qo'qonda bor. Narxi 700 ming atrofida. Mana shu ko'zoynak taqiydiganlar o'sha ochkiga o'tib olsalar, endi bu zamonaviy davolash usuli. Ya'ni oddiy ko'zoynakdan ko'ra o'shani tiniq ko'rsatadi, ham tiniq ko'rsatadi, ham o'sishini oldini oladi. Olimlarni o'sha Gonkong universitetida o'tkazgan 5 yillik tadqiqot natijasida 60% o'sishini sekinlashtirgan. 10% holatda to'xtatgan batamom. O'sha statistika qilib ko'rganda xitoyliklar ishlab chiqdi buni. O'sha foydalansa ancha bu 50-60% foydasi zo'r. Mana o'sha Mia Smart nimasini ko'rinishi, linzasini buni o'sha tayyorlab beradi, ochki optika deylar. Bu yerda mana oddiy ko'zoynak bilan uni farqini ko'rsatgan. Endi meta myopic defox. Men buni tushuntirish kerak yo'q. E'tiboringiz uchun rahmat. Xo'p, ko'zlarimizga demak, eng muhim narsa, misol uchun miopiya kasalligi bilan kasallangan odam 3 ta narsaga e'tibor berish kerak. Birinchidan, demak, dori-darmon, oziq-ovqatga e'tibor berish kerak, moddiy tomondan. O'sha miopiyaga ko'zni quvvatini oshiradigan dori-darmonlar ichish kerak va oziq-ovqatlar iste'mol qilish kerak. Bu hozirgi kunda ko'p aksar shifokorlar faqat shu bilan cheklanib qo'ya qoladi. Misol uchun bemor borsa, avtomobil shifokorning oldiga u dori yozib beradi, ukol yozib beradi, ochki yozib beradi, bo'ldi. Yo'q, buni o'zi shifo emas. Kasallikni davolash uchun yana ikkita usulni qo'shish kerak. Bu moddiy tomondan yordam bersa, ikkinchi tomondan maxsus ruhiy psixologik mashqlar bor. Mirza Karim Norbekov ishlab chiqqan ko'zni quvvatini tiklovchi, zrensini qaytaradigan psixologik ko'zni gimnastik mashqlar bor. O'shalarni qilishlik ko'zni miopiya kasalligidan qutulishga sabab bo'ladi. Bu bir tomondan. Mana misol uchun siz turing, shu mashqni birga qilib ko'ramiz. Turing o'rningizdan. Ochkingizni olib oling. Necha nomer ochkingizni? 1,5 ga 2 bo'lish. Bittasi 1,5, bunisi 2. Necha yildan bo'ldi taqib turganingizga? Ancha. Yoshligidan. 5 yil, 6 yil. Yo'q, 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi. Taqmasdim. Ha. Uzoqda xira ko'rib boshlaganingizdan keyin taqishni boshladingiz. Qarang, mana shu Mirza Karim Norbekov ishlab chiqqan mashqlarni o'z eshitganmisiz? Mashq, gimnastik mashqni ko'zda qilasizmi? Yo'q, qilish kerak. Kuniga hech bo'lmaganda 15-20 minut ko'z uchun vaqt ajrating. Unda nima qiladi deyilsa, birinchi o'rinda tanani qizdirib olish kerak bo'ladi. Oddiy o'tirib turibmi yoki yuguribmi yoki o'sha shug'ullanib turib tanani qizdirib olasizda, keyin stulga o'tirib olib turib ko'zingizni o'zi bilan bosh govdingiz tik turadi va albatta tabassum qilib olish kerak bo'ladi. Ana shu tishingiz oqini ko'rsatib olish kerak bo'ladi. Sabab kayfiyat ijobiy gormonlarni stimullaydi, yuqori kayfiyat va o'sha ijobiy gormonlar ko'zga qon orqali borib turib, ko'zni sog'lomlash jarayoniga ishga tushiradi. Agar shunchaki hayollaringiz boshqa yoqda, boshqa narsalar o'ylab turib mashq qilsangiz ta'sir qilmaydi. Birinchi o'rinda demak kulib olish, kulish kerak va albatta qaddi qomat tik tutib, haligi g'oliblik kayfiyatini yaratish kerak tanada. Xuddi bitta odam boksdan chempion bo'lsa, qanaqa xursand bo'lib ketadi. Xuddi o'shanday siz kasallikni yengigandek xursandlik kayfiyati kerak bo'ladi. O'sha holatda kayfiyatni hosil qilib turib, keyin ko'zingiz mashqlarni boshlaysiz.
tepaga, pastga, galma-galdan 10 ta yetadi. Keyin yonga qarashlik, bu tomonga 10 ta. Keyin ko'zingizni aylantirasiz. 10 ta, teskarisiga ham yana 10 ta aylantirasiz. Mashq qilish jarayonida 5%, 6% e'tiborni ko'zni, mashqni texnikasiga qarasangiz kifoya. Asosiy 90% ichki holatingizga qarashingiz kerak. Ya'ni nima deyishingiz kerak? Meni ko'zim sog'lom, meni ko'zim yaxshi bo'ladi, meni ko'zim eng tiniq ko'radigan ko'z deb turib, ko'zni rag'batlantirish kerak psixologik tomondan. Mashqni qilasizda 10 minutdan keyin o'shanga qaraysiz, o'sha ishchi qator, misol uchun 5-qator bir tiniq bo'lib, bir xira bo'lib turgan bo'lsa, bir tiniq bo'lib, xira bo'lib turgan bo'lsa, o'sha tiniq bo'lishni boshlaydi. Ya'ni 5 ta tiniq ko'rasiz, 6 ga o'tadi keyin. 6 xira bo'lib tiniq bo'ladi. Har 5 kunda bir qatordan qo'shib, o'sha 10 qatorni yengib o'tasiz. Bu xuddi hali sportsmenlar, misol uchun boshida borganda 10 kilo yuk toshni ko'taradi-yu. Keyin sekin dozani oshirib 20 kilo, 30 kiloga chiqadi-yu. Xuddi o'shanga o'xshaydi bu. Ko'zingizni ham qatorini o'sha nazorat qilib tekshirib turasiz. 5 qator, 6 qator yengib o'tasiz, 7 qator yengib o'tasiz va boringki 40 kunda 10 qatorni butunlay ko'radigan bo'lasiz aniq. Chunki bularda shunaqangi, men o'zimizda biz-ku endi topshiriqlar deymiz, boshqa deymiz, baribir ijtimoiy nimaga kirgandan keyin ular o'zidan ololmaydi. Shuni hisobidan hozir yoshlar o'rtasida erta mana ko'z nurini ketish holatlari sodir bo'lyapti. Endi bularda ongi singdiryapmiz, boshqa qilyapmiz, lekin mana shularni ko'rib, mana sizlarda qangilar, ularga ko'proq buni zararligini, buni oxir oqibat ko'zni qarab ko'rishlikka olib kelishligini ular halitda tushunmayapti-da. Biz ko'p mehnat qildik, ko'proq yozdik, mana aqliy jihatdan shug'ullanadiganlar ko'proq ketadi deyapti. To'g'ri, haqiqatda ko'p o'qiganmiz, juda ko'p kitob o'qiganmiz, ko'p yozganmiz, shuni hisobdan deyman, o'zim ham shundan deyman, chunki juda ko'p yozardim o'sha nimada ishlaganimizda ham. Shuning uchun o'zimda hozir shu narsani kitob o'qishga hozir nimanda kuchli, lekin oyna bilan hali o'qigandan, ko'z oynasiz o'qigandagi mazani olamayman-da. Shunaqangi mazza bo'lmaydi. Yosh bolada muskullar hali qotmagan bo'ladi. Yaqinga qaraganda, yaqinga qarab shu ishni qilinganda strabizm ko'payib ketyapti. Endi paydo bo'lyapti turganligi uchun hali gapirilgani yo'q. Xo'p. Miopiya kasalligiga nima aloqasi bor telefonda deyishdi, ustozim o'zlari o'rgatishgan. Masalan, aytdik, ko'zda ichida muskul bor, yaqinga qaraganda kuchonadi, muskul tortib ishlaydi dedik. Tasavvur qilinglar, o'g'il yigitlar anjimani qilib ko'rgansizlar. Masalan, 30 ta anjimani qila olasizlar, 35 ta qildilar. Qo'llar qotib qoladi, ishlamay qoladi. Ertangi kunga og'riydi, umuman ishlata olmay qolasizlar. Endi tasavvur qilinglar, yarim soatga ko'zimizni muskul chidash beradi telefon uchun. Bekorga 45 minut dars, 5 minut tanaffus emas. O 45 minut darsda o'tirib, keyin yana 5 minut tanaffusda yana telefonga qaraladigan bo'lsa, o'zi ko'z ketdi degani. Nimaga? O'sha 45 minut yaqinga qarab, u ko'z muskul tortilib turibdi, yana 5 minut telefonga qaralgandan keyin 50 minut nagruzka, keyin yana keyingi darsga kirib ketildi. Miopiyada umuman ko'rishni gigiyenasi degan tushuncha bor. Endi birinchi fikrimni oxiriga yetkazib qo'ysam, 35 ta anjimani qilindi, qo'l qotib qoldi. Haligi muskulan yaqinga qaragan joyda qotib qoladi. O'sha hammalarga kuzatilgan bo'lsa kerak, 2 soat, 3 soat kino ko'rasizlar yo reels ko'rasizlar Instagramda, boshqa bo'ladi. O'shani ko'rgandan keyin bitta uzoqqa qarab ko'ringlar. Hali muskul spazm holatda qotib qolgan bo'ladi. Spazm holatda qotib qolganda u ko'z degani endi yaqinga moslashib qoldi. Masalan, qo'l anjimani qilindi, qo'l qimillamay qoladi-yu. U muskul ham endi bo'shasholmay qoldi. U muskul bo'shashmagandan keyin hali o'lgur narsa qolib ketdimi joyida, endi uzoqda ko'rish xira bo'lib qoladi. Endi kechasi dam oladi, boshqa narsa deymiz, lekin kechasi dam olganda ham u muskul tiklanib olishiga vaqt yetmaydi. Nimaga? Chunki u muskul bo'shashi uchun uzoqqa qarashimiz kerak. Uzoqqa qaralmagan, o'zi kechasi 3 soat telefon ko'rib yotilgan. Shuni hisobiga surunkali ko'zga nagorska tushib, ko'z kattalashmagan holatda ham muskul spazm qotib qolishini hisobiga yaqinda qaraganda tiniq ko'rasizlar, uzoqqa qaraganda xira ko'rasizlar. Endi buni oldini olish uchun hozirgi zamonda masalan abituriyentlar bordir oralarida, yo telefonni haqiqatan ko'p ishlatadiganlar bordir, gigiyenasi bor ko'rishdi. Telefonni ishlatganda tungi rejim degan funksiyasi bor. Telegramda ham tungi rejim qoraroq ko'rinadi, nuri kam zarar beradi. Ko'z uchun himoya qobig'i bor, ko'kimtirroq ko'rinadi telefon. Havo rangroq bo'lib, sarg'ish bo'ladi, ko'z uchun himoya qilinadi. Keyin 20 qoidasi. Bu nima? 20 minut o'qigandan keyin 20 metrga 20 soniyaga qarab turish kerak.
Bunda haligi 20 minut ichida tortirib turgan muskul bo'shasha oladi. Nimaga? Hali yarim soatga yetib bormadi chegaraga. Chegaraga borganda edi, bo'shasha olmasdi. 20 minut o'qigandan keyin kitobmi, telefonmi dam olganda ham u kitobni o'qib turib telefonga qarab olish emas. 20 minut o'qib bo'lgandan keyin kitobni qo'yib, hamma narsani qo'yib 20 sekund uzoqqa qarash kerak. 20 metr emas, 50 metr, 100 metr u tog'larga qarasanglar ham foyda. Shunda ko'zda haligi spazm bo'lib qolgan muskul bo'shashadi, erta qon bilan ta'minlanish yaxshilanadi. U muskul sal o'ziga kelib oladi. 10 tadan 100 ta anjimani qilsa bo'ladi, lekin bittada 40 ta qilib bo'lmaydi-ku, 30 ta qilib yurgan odam. Xuddi shunga o'xshagan narsa. Keyin u miopiyani spazmli miopiya 10 ta kasal kelyapti turgan bo'lsa, mana atropin degan tomchi aytishdi 0.01% o'sha muskullarni bo'shashtiradi. Yaqinga qaraganda xira ko'rsatadi, uzoqqa qarasangiz tiniq ko'raverasiz. O'sha men aytgan gapni qiladi u ham. Ya'ni muskullarni spazm holatidan majburlab chiqaradi. Majburlab chiqarganning hisobiga yaqin xira uzoq tiniq bo'ladi. Siz ustozim aytishgan yaxshi gaplari bor. Agar o'sha holatda siz toqqa keting, qo'yib boqib yuring bir hafta. U spazm o'zi avtomatik yechilib ketadi. Nimaga? Tog'da telefon yo'q, tog'da kitob yo'q. Uzoqqa qaraysiz, uzoqqa qaraganingizning hisobiga o'sha telefonga qaraganligingiz spazmi sekin-sekin yechilib ketadi. Shuning uchun doim ko'zga dam beringlar. Telefonni ham ishlatganda ham maksimum yarim soat. Undan oshirmas. Yarim soat ishlatinglar. Xo'p, birorta nima deydik, onlayn kurslar ham bordir, boshqa narsa bordir. 5 minutga telefonni qo'yib qo'yib tashqariga chiqib aylanib uzoqqa qarashlik kerak bo'ladi. Uni nima ham bekorga aytilmayapti. O'sha 2050-yilga borib 3 ta bo'ladi, 3 tadan bitta bo'ladi degan sababi ham shu. Sabab nima? Odamlarning ko'zi yaqinga o'rnashib qoldi. Yaqinga o'rnashib boryapti. Bu nima? Endi kitob ko'pchilik o'qimaydi. Ko'pchiligimiz qo'qon zonadamiz. O'qiydiganlar endi 50% o'qisa, 50% shu telefonga ko'pchilik qarab bo'lib qolgan. Shu gadjet hisobiga hisoblayapti bu olimlar. Odamning ko'zi rudiment organ deydi anatomiyada, kerak emas funksiyani olib tashlaydi o'zi. Organizm shunaqa. Evolyutsiyada kerak emas narsa ketib uzoqqa qarash kerak emasmi? Miyaga buyruq beriladi, uzoqqa qarash menga kerak emas. O'sha katta bo'lgan sari odam uzoqqa qarash refleksi yo'qolib boradi. Shuni hisobiga miopiya ko'payib ketadi.